Assalomu alaykum. Bo'tlarni yaxshi bilmayman. Mashinam ham buzilib qoldi. Iltimos uyingizda ozgina suv oling. Mayli. Faqat uylarim bir ahvolda. Aytga buyurmaysiz. Rahmat. Sizni ham ovora qildim. Onajon, onam qachon o'rtoqlarimga o'xshab ko'chaga chiqib o'ynayman. Bolajonim, hali tuzalib ko'rmagandek bo'lib ketasan. Uzr, qizingizga nima qilgan? Qizim tug'ilganidan beri og'ir kasal. Uni faqat O'zbekiston bo'yicha bir dona professor Timur Shakirovich davolay olar ekan. U insonni oldiga borishga imkoniyatim ham, sharoitim ham yo'q. Nimaga resim atmen bo'lib, nimaga mashinam buzilganini endi tushundim. O'sha professor Muhammad. Qizingiz o'zimda oling.